City bozorida pomidor qotardamiz. Kechki optim bozorlarimiz. Mana bozorlarimizda deyarli tovarlar yo'q. Savdogar akalarimiz mana xudo xohlasa hammasi aylanishib yurishibdi. Sifatli yuk yo'q. Nega narxlarda muammo desanglar, pomidor yo'q mana. Pomidorda tagi issiq bo'lyapti, hech kim qalaylarni o'zishmayapti. Bizlar bu narx aytadigan va odamlarga xizmat beruvchi kanal. Shunaqa gaplar. Narxlar, ya'ni narxlarda yo'q. Xohlasa chiqib qoladi. Narxlar qandaydir cho'kmoqchi. Bu YouTube kanal aytgancha, asli Telegram kanaliga Telegramga kiring. Narx nomi o'z deb yozsangiz, profilimiz chiqadi. Profil shapkasi yozsangiz, kulli narxlarni Telegram holatda tashlab turamiz. Assalomu alaykum. Mana shu ro'ziy birinchi teram xudo xohlasa narxini 15 ming so'm aytishyapti, lekin realniy narxlari hali yo'q. Ko'rsalar bo'ladi. Mana xudo xohlasa mashinalar kelib kelmoqda. Mana shu bitta hozir ko'rganinglar bu nomli joyda gazelar kirib kelgan va tarafgacha ham baland aytayotgan uchun mana kelishishamiz. Akangiz o'zingiz deb 10 ming ber deyapti menga. 10 ming ber deb aytibdi hozir. Akam Onasiga chaqira. Bunga bu gap to'pa. Nima bo'ladi? Akam buni raisga o'xshab bundoq aylanib ketadi bo'ldi. Ketmaydi. Hozir yo'qolmasa kerak. Ishga ketdi qiziq xudo olsin. Ne? Kontoram 10 ming juda chiroyli narxda aka. Mana uyda non yemayapman. Jaraligida shunday to'g'rimi? To'rtta safshunoq. Ertagacha xudo poshsha bu nima bo'ladi? Bu animal issiqda. Yering Zo'r pomidorni zo'r pulga olyapman. Atxudlarga tushunib ko'rmang. Har xil o'ziga qarab. Zo'rini olib kelganini zo'r pulga olyapman. Yaxshi chinillarga, ya'ni halol narsani va sifatga qaraydigan insonlar uchun yaxshi mahsulotlar qilib beryapman. Agar aloqa qilsanglar, nech pul berasiz aka xudosi bir qator? Ha? 12 ming so'm bir qatorli ekan. 6 ta. Rasmini nech pul berasiz aka? To'qqiz. 6 ming so'm rasmini. Tepissaniki bular. 93lik 251 05 ga aloqa qilinglar. Zo'rini zo'r pulda olaman. Agar sizga mahsulot kerak bo'lsa ham aloqa qilsangiz chiroyli qilib qo'yib beraman. Nech pul ketdi? reklama qilma. Meni olmadim. Nech pul ketdi? Nima? 12,5 ming. Yani so'mdan berishyapti. O'zinglar bo'ladi. Birinchidan sal yumshoqligi bor. Bitta yarimtasi yumshoqligi bor, lekin narxiga arziydi. Har bir narsani o'zini holatdan kelib chiqib narxlar o'zgaraveradi. Bozorda hech kim chizib qo'ymagan. Bozor sharoitiga, vaziyatiga qarab narxlar o'zgaradi. Hech bo'lagan doda siraymi? 8 ming so'mdan mana siraymi? 530 buni sotdi. 530 8 ming so'm. Yeyimiz nech pul xudo xolasa dedi? 13 ming so'm deyotgan dodamiz. Yirigini ko'rsalar bo'ladi. Kun issiqligida mana ko'rasizlar, o'sha suvlar qanday sekundiga ketyapti, 1 litr bo'ldi. Chunki yaqin mana issiqda demay ketmoqchi ekan dehqon akalarimizga bitta dishlayk bosib, izohlarda bir qadrli fikrlarni yozib ketishni unutmayman. Hech pulagan akitga sizda? 10 ming so'm. 10 ming so'mdan ekan. Yirigimi bu siraylisimi? Sort qanaqa buni hojiga? Ikkilaydi ekan sorti 10 ming so'm ekan narxi. Ko'rsalar bo'ladi. Hech pulagan aka qizillarni sog'liq. 5,5 ming so'mga berishyapti. Qizil pomidorlar ko'rsalar bo'ladi. Dalaniki.
Xullas, Pupsidi bozoriga kelinglar, xudo xolisa sifatli sara mahsulotlar olib kelasizlar. Har bir narsani o'zini holatidan kelib chiqib, narxlar o'zgaradi. Har doim deyotganimdek. Qizil nechta beryapsiz aka? 4,5 so'raymiz-chi? 2,5 so'mda beryapti. Banka jidan xudo xolisa boshlanib qolyapti. Kelinglar, xudo xolisa Pupsidi bozoriga sifatli sara mahsulotlarni xudo xolisa olib ketasizlar degan umiddaman. Endi agar kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying, obuna like bosib, har doimgidek vezdashkini jo'natib qo'ying. Bu narxnoma bo'ldi. YouTube kanalida ko'rishib turganingizda bag'oyatda xursandmiz. Sahifamizga obuna bo'ling. Bu narxnomada, ya'ni pulni emas, qiymatni tanlaydigan qadri baland, qadrdon insonlar uchun. Sizlar bilan rivojlanamiz. Sizlar bilan 100 mingdan ortiq auditoriya bo'ladi. Shuning uchun qo'llashlaringizni umiddaman. Agar Instagramni kuzatib kelgan bo'lsangiz, YouTube kanalimga obuna bo'ling. YouTube